Prezidentimizning Imom Termiziy tavalludining 1200 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarorida ul zotning ulkan ilmiy merosini yanada chuqur o'rganish, xalqaro anjumanlar o'tkazish, asarlarini xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib etish, ushbu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, yosh avlodning ma'naviy ruhiy olamini boyitish kabi vazifalar belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga buyuk olim hayoti va ilmiy merosining mohiyatini hamda bugungi kundagi ahamiyatini ochib beruvchi ilmiy ommabop sahna asarini yaratish ham belgilangan. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash jarayonida Surxondaryo viloyati musiqali drama teatri san'atkorlari, yozuvchi va dramaturg Shavkat Pardayev asari asosida rejissyor Farhod Boltayev tomonidan Imom Termiziy spektaklini sahnalashtirishdi va premyerasi bo'lib o'tdi. Prezidentimizning Imom Termiziyning 1200 yilligini keng bayram sifatida nishonlash haqidagi farmonlari mana shu asarni yozishga bizga turtki bo'ldi. Men bu spektaklda yana bir narsani e'tirof etishni istardim. Bu spektaklda juda ko'p haligi hadislar borki, boshqa dinlarga bag'ri keng bo'lishini targ'ib etadigan hadislar. Kimki bir o'zga dindagi birodarni o'ldirsa yo qasd qilsa, uning uchun ertaga so'rog'i bo'ladigan degan fikrlar. Qolaversa musulmon hech qachon musulmonga dushman emas degan fikrlar bularni hammasi bizni bugungi xalqimiz uchun, bugungi yoshlarimiz uchun haligi yoshlar tili bilan aytganda motivatsiya bo'ladi. Biz mana shu asarda mana shu tomonlarga e'tibor berib yozdik. Endi qolgan haligi baho berish, buni qabul qilish bu tomoshabinlarimizning ixtiyorida. Asarda buyuk muhaddis olim ijodining yosh avlod ma'naviy ruhiy olamini boyitishdagi ahamiyati, ularning qalbida milliy iftixor, vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usini yanada kuchaytirishdagi o'rni, hozirgi globallashuv jarayonlarida yosh avlodni islom diniga yot g'oyalardan asrash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Avvalo bu Surxondaryoning yutug'i Imom Termiziy haqida spektakl bo'lgani. Imom Termiziy haqida o'sha asar berilganda birinchi kun o'sha repetitsiyalar bo'lgan kunlardan men muallifga, rejissyorga katta minnatdorligimni bildiraman. Men shaxsan bu spektaklda o'ynaganimdan shunaqa xursandman. Imom Termiziyning do'stlari. Bu qanaqa do'st? Do'st 40 yilda ham qaytib kelganda o'sha bir dona oltin tangani yoki o'sha do'stlikning hurmati, o'shangacha bo'lgan sadoqati, bu ikki insonning mehr oqibatiga men asarni o'qib haqiqatan ham qoyil qoldim. Tomoshabinlardan so'rab qolardimki, kelib asarni tomosha qilishlarini. Juda xursand bo'lardim. Juda yaxshi asar. Endi 100 marta maqtagandan ko'ra o'sha tomoshabinning o'zi kelib baho bersa, juda minnatdor bo'lardik. Spektakl premyerasida keng jamoatchilik vakillari, shoirlar, yozuvchilar va talaba yoshlar ishtirok etishdi. Ushbu sahna asarining taqdimoti Imom Termiziy shaxsiyati va merosining tarixiy ahamiyatini yanada ochib berish, ma'naviy qadriyatlarni targ'ib etish va milliy madaniyatimizni boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi.